Ortib qolgan GNni to'la gidrogenlanish uchun 18 mol vodorod sarflansa, boshlang'ich aralashmaning miqdorini hisoblang deyilyapti masalan sharti bo'yicha. Demak, boshlang'ich aralashma miqdorini hisoblab qo'ysa bo'lar ekan. S5H8 kislorodda yondiradigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi karbonat angidrid plus suv. Reaksiyani tenglayman. 5 ta karbonat angidrid, 4 ta suv. Jami 14 ta bo'ldi, 2 ga bo'lsa 7 ta kislorod sarflangan bo'ladi. Endi biz masalan shart bo'yicha 1 mol uchun bizda dastlabki aralashma izopren bilan kislorod, demak, boshlang'ich aralashma miqdorini hisoblang deyilgan. 1 mol uchun 7 mol, bundan normal sharoitda 5 ni ko'paytiramiz 22,4 litrga. Bunda 112 litr bo'ladi. 22,4 litrda qancha deb hisoblaysizlar kislorod va izoprenni? Hisoblanglarchi. 22,4 7 ga ko'paytirib 112 ga bo'linglarchi, necha kelib chiqar ekan? 1,4. 1,4. Mana bundanchi 1 da 22,4 ga ko'paytirib 112 ga bo'linglarchi? 0,2 chiqar. 0,2 mol. Bolalar endi GN gidrogenlangan, ya'ni S5H8 gidrogenlanganda alkanni hosil qiladi, ya'ni S5H12 ni hosil qiladi. Reaksiyani tenglash uchun vodorod yoniga 2 qo'ysak, reaksiyamiz teng. 1 mol uchun 2 mol vodorod sarflansa gidrogenlanish uchun masalan shart bo'yicha 0,8 mol berilgan. Qancha izopren deb topadigan bo'lsak, 0,8 ni 2 ga bo'lsak, bunda 0,4 mol bo'ladi. Endi dastlabki aralashmani hisoblab olishimiz kerak. Dastlabki aralashmamiz izopren va kislorod aralashmasi. Izopren 0,4 molga 0,2 mol. Xo'p, jami qo'shadigan bo'lsanglar 0,6 mol. 0,6 mol izoprenga qo'shamiz 1,4 mol kislorodni. Umumiy kelib chiqadi shunda. 2 kelib chiqar. 0,6 ga 1,4 ni qo'shsanglar, bunda 2 mol bo'ladi dastlabki aralashmamiz. Javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 51-savol xuddi shunga o'xshash. To'g'rimi? Savollar bormi? Yo'q, demak keyingisi 52-savolni o'qiymiz. 2,5 mol pentandan 2 bosqichda 68 gram izopren olindi. Agar birinchi bosqich reaksiya unumi 50% bo'lsa, ikkinchi bosqich unumini so'ralyapti masala sharti bo'yicha. Demak, pentandan 2 bosqichda izopren olingan. Umumiy holatda yozib oladigan bo'lsak, pentan S5H12 holatda yoziladi. Hop, bundan izopren olinadigan deb yozib oladigan bo'lsa, S5H8 plus vodorod holatda qo'yib oladigan bo'lsa, 2 qo'ysam reaksiyamiz teng. Xo'p, 1 molidan izopren massasi 12 ni 5 ga ko'paytirib 8 ni qo'shadigan bo'lsa, bunda 68 gram bo'ladi. Biz masalan sharti bo'yicha ham 68 gram berilyapti. Necha mol deb hisoblaydigan bo'lsak, dastlabki pentanni bunda 1 mol bo'ladi. Endi bizda ikkinchi bosqich noma'lum, lekin birinchi bosqichda 50% deyilyapti masala sharti bo'yicha. Bizda 2,5 mol pentan bo'lganda. Endi 1 mol uchun x foiz deb hisoblab oladigan bo'lsak, biz har qanday holatda biz 100% deb olamiz unumni. Shunda teng bo'ladi 100 taqsim x ga, to'g'rimi? Endi buni ishlaydigan bo'lsak, bizda 2,5 mol pentan edi. Umumiy 100% holatda oladigan bo'lsak, masalan shart bo'yicha umumiy 100 taqsim x holatda olganimizda birinchi bosqich unumi 50% ga teng bo'lgan. Mana shuni ishlashimiz kerak bo'ladi umumiy masala sharti bo'yicha. Xo'p, bolalar buni ishlaymiz. Mana bularni qisqartiradigan bo'lsa, 100 bilan 50 qisqaradigan bo'lsa, 2 taqsim 1 ga qisqaradi. Demak, 2,5 ni 1 ga ko'paytirsa 2,5 mol teng bo'ladi. 2 ni 100 ga ko'paytirsa 200 taqsim 2 taqsim x ga. Demak, 200 taqsim x ga. Endi buni hisoblab olishimiz kerak. 2,5 ni x ga ko'paytirsam 2,5 x hisoblanadi teng 200 ga. X topish uchun 200 ni 2,5 ga bo'lib olasizlar. Hisoblanglarchi necha kelib chiqar ekan? Shunday kishilar kelib chiqadi. 200 ni 2,5 ga bo'lib qo'ysanglar bo'ldi. 80. Ha, bolalar necha kelib 80. chiqdi? 80% unum bo'lgan ekan. Demak, ikkinchi bosqich unumi necha foiz ekan? 80%. Javobimiz mana A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 53-savol xuddi shunga o'xshash.